Assalomu alaykum Labay oyijon. Bir kelib ketolmaysanmi? Xo'p, hozir boraman. Xo'p. Aka, qayerga ketyapsiz? Axir hozir to'ychilar keladi. Men ular bilan gaplasha olmayman. Men borishim kerak. Aka, doim kuzataman. Onangiz telefon qildilar degancha hamma ishingizni tashlab chiqib ketasiz. Axir tirikchilik ham qilish kerak, aka. Tirikchilikni, rizqni yo'qotishdan qo'rqmayman. Lekin onajonim bitta ish aytsalar, eshitmay qolib gunohkor bo'lishdan qo'rqaman. Axir rizq ham, tirikchilik, mol davlat hammasi onajonning duosida emasmi? Rizq topiladi, davlat topiladi. Lekin jannatim onam topilmaydi. Onam chiroyli, onam chiroyli.